El Clasico oldidan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Ushbu matbuotda futbolchilar, murabbiylar va shu bilan birgalikda hakamlar qo'mitasi ham. Ertangi o'yinni boshqarib boradigan asosiy hakam o'yin oldin negadir yig'lab intervyu berdi. O'sha intervyuni siz bilan birgalikda tomosha qilamiz. Ha, bu sizning fikringizcha bu noto'g'ri. Bunday gap so'zlar meni o'g'limda maktabda o'qishiga ham xalaqit bermoqda. Biz ham insonmiz. Hamma kabi xato qilishimiz mumkin. Hakam ham inson, hamma kabi xato qilishi mumkin. Maylimi? Bunday sohaga har bir odam tuhmat qilishi mumkin, haqoratlar qilishi mumkin. Lekin men qachondir bu ishimdan ketaman albatta. Va o'g'lim kelajakda otasidan faxrlanishini istayman. U hozir maktabga o'qishga borganda, sening otang o'g'ri, sening otang ochkolar o'g'risi degan haqoratlarni eshitmoqda. Bu men uchun juda og'ir. Bu jamiyatdagi o'rnimiz va oilamizdagi muhitga juda ham ta'sir qilmoqda. Odamlar nima haqida gapirayotganini o'ylab ko'rish kerak. Va shuni bilishingizni istardim-ki, dunyodagi eng qiyin ish hakamlik qilishdir.